Men Nasimjon Qodirov hamda Nasimiz Consulting jamoasi sizga endi Xitoy safarini tayyor qilib qo'ydik. Biz aprel oyining oxirida Canton Fair 2026 ko'rgazmasining ikkinchi fazasiga o'zbekistonlik bir guruh muvaffaqiyatli tadbirkorlarni tashrif buyuramiz va u yerda Xitoy tadbirkorlari, Xitoy zavodlari Canton Fair ikkinchi fazasiga 3 kunlik tashrif, kechki biznes uchrashuvlar va tongi biznes zavtriklar ham ushbu paketning ichiga kiritilgan. O'rtoqlar, agar siz Xitoy davlatiga borib, innovatsiyalar, yangiliklar, import, eksport bo'yicha biznes tajribangiz, biznes daromadingizni 1-2 dan yuqoriga o'stirishni istasangiz, bu borada biz astoydil bel bog'laganmiz. 20 ta tadbirkor qabul qilamiz. 50% dan ziyod tadbirkorlarimiz deyarli tayyor turishibdi. Joylar soni cheklangan. Taklifimiz qiziq bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz sizga yaqindan yordam beramiz.